Assalomu alaykum. Shu videoni ko'rayotganlar. Mana hozir Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan ukamiz kelganlar. Tashxislari stenoz позвоночного kanala, ya'ni umurtqa pog'onalarida stenoz bor, ikkita spondilit bor, aseptический spondilit va spondilartroz. Bugun xudo xolasa 4-kun предпоследняя protsedura, ya'ni bitta protsedurasi bor bundan keyin. Holatlarini Begzodjon, holatlar qalay? Hozir ancha yaxshi. Ancha yaxshimi? A'lo darajada ham bo'ladi. Rahmat sizlarga ham. O'zgarishlar bormi yaxshi tomonga? O'zgarishlar yaxshi, rahmat. Juda yaxshi. Ko'z tegmasin. Bizdan rozi bo'l Begzodjon, Alloh shifo bersin. Sizlardan rozimiz. Charchamanglar. Rahmat. Chidasa bo'ladimi ukollarga? Ha, конечно, sog'liq kerak bo'lganiga chidaysizlar. Kstati buni ko'pchilik blokada deb o'ylaydi. Bu blokada emas. Bu inyeksiyani ichida, mana shu shpris ichida fizrastvor va dadiliniksiya, keyin ozgina miqdorda sterillangan zahar bor. Buni vazifasi o'sha boshimizdan tushgan 12 para qon tomirining ikkitasi tushgan. Bulujlashi bilan tabavshi nerv tomirlari o'shalar bilan mushaklar doimiy kontaktda qilingan inyeksiya og'riqli. Lekin mana chidab ovatdilar, qiynalmay. O'sha og'riqli signalni boyagi bulujlash bilan tabavshi nerv tomiri olib chiqadi, neyronlarga olib kirib, neyronlarni pedazagruziya qilib faollashtiradi. Neyroplastichность yaxshilangandan keyin neyronlar tanani hamma joyiga bir xil puls berib, tanadagi patologiyani miyani o'zi davolaydi. Begzodjon, salomat bo'l ukam, Alloh shifo bersin.